Diqqat! O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. 1-yanvardan boshlab pensiya va soliq tizimiga oid qator muhim yangiliklar haqida ijtimoiy tarmoqlarda turli xabarlar keng muhokama qilinmoqda. Ayniqsa, pensionerlar yer va mol-mulk solig'idan to'liq ozod qilinadi degan ma'lumotlar ko'pchilikning qiziqishini uyg'otdi. Ushbu masalalarni va ularga aniqlik kiritish maqsadida biz soliq qo'mitasi bilan bog'landik va rasmiy tushuntirishlar oldik. Ushbu biz olgan ma'lumotlarning barchasini va rasmiy tushunchalarni sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq pensiya yoshiga yetgan barcha fuqarolar uchun turar joy bo'yicha imtiyoz mavjud. Yangi pensionerlar o'z nomiga bo'lgan turar joyning 60 kvadrat metrigacha bo'lgan qismi uchun mol-mulk solig'i to'lamaydi. Bu imtiyoz barcha pensionerlarga tegishli, ammo faqat shaxsiy mol-mulk hisoblangan uy-joy va belgilangan 60 kvadrat metr doirasida amal qiladi. Yer solig'i bo'yicha imtiyoz Soliq kodeksining 436-moddasiga asosan yer solig'i bo'yicha imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlar uchun qo'llaniladi. Qonunchilikka ko'ra yolg'iz pensionerlar deb quyidagilar hisoblanadi. Yolg'iz yashaydigan pensionerlar, faqat voyaga yetmagan farzandi bilan yashaydigan pensionerlar, nogironligi bo'lgan bolasi bilan yashaydigan pensionerlar imtiyozdan foydalanish tartibi. Ushbu imtiyozdan foydalanish uchun pensionerlar soliq organlariga quyidagi hujjatlarni taqdim etishi lozim. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya jamg'armasi tomonidan berilgan ma'lumotnomani, mahalla fuqarolar yig'inidan olinadigan yolg'iz pensioner ekanligi haqidagi ma'lumotnomani. Soliq qo'mitasi ta'kidlashicha, mazkur imtiyozlar avtomatik ravishda emas, balki fuqaro hujjatlarini taqdim etganidan so'ng amalga oshiriladi, deyiladi xabarda. Azizlar, ushbu xabar barchaga yetib borishligi uchun albatta like tugmachasini bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.